Salom do'stlar, bugun sizlar bilan sun'iy intellekt yordamida 2 daqiqada logo tayyorlashni o'rganamiz. Videoda boshlashdan oldin like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Qani bo'lmasa ketdik. Buning uchun bizga ChatGPT kerak bo'ladi. Agar sizda yuklab olinmagan bo'lsa, Play Market yoki App Store dan yuklab olishingiz mumkin. ChatGPTga kirganingizda sizda boshqacha oyna ochiladi. Ya'ni men boshida video cho'zilib ketmasligi uchun yozishib tayyorlab qo'yganman. Kirganingizda yozasiz, sizga qaysi ijtimoiy tarmoqqa va nima kerakligini men YouTube uchun logo tayyorlab bera olasanmi deb yozganman. U yozyapti, albatta tayyorlab beraman. Faqat menga ma'lumot beryapti, qanaqa bo'lsin, qanaqa ko'rinishda bo'lsin. Birinchisi kanal nomini so'rayapti, ikkinchisi yo'nalishini, uchinchisi uslubi, to'rtinchisi rangi va beshinchisida yozuv bo'lsinmi yoki belgini o'zi yetarlimi deyapti. Ben tasvirlab berdim. Kanal nomi texnologiyalar, yo'nalishi ijtimoiy tarmoqlarni o'zish va fishkalarni o'rgatuvchi kanal. Uslubiga professional dedim. Rangini farqi yo'q. Logoda yozish shart emas, faqat belgi bo'lsa bas dedim va menga shunaqangi logo tayyorlab berdi. Logo yaxshi, lekin buni tayyorlashga kelsa 2 minut yoki 3 minut vaqtingiz ketadi. Boshqa programmalarda montaj qilib o'tirganda ancha samarali va tez bo'ladi. Qizig'i bu bepul. ChatGPT Pro-da bepul versiyada shunaqangi chiroyli logo tayyorlab berdi. Yana professional yoki bo'lmasa boshqa belgilar qo'shaman siz yozib shu tushuntirib bersangiz, yana shu turishida o'zgartirib boshqa sizga ma'qul keladigan variantlarni yana tashlab beradi. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, shu videoga like bosib, kommentariyaga savollar yozib qoldiring. Har bittasini o'qib, o'zim javob qaytaraman. Rahmat, sog' salomat bo'linglar. Keyingi videomiz nima haqida chiqishini ham kommentariyaga yozib qo'yinglar. O'sha mavzu bo'yicha video tanlashga harakat qilamiz.